Asr azanidan keyingi nafla. Savol. Assalomu alaykum. Odatda asr namozi soat 3lar bilan o'qilib bo'lyotidi. Jamoat o'qib bo'lib, yarim soatlardan keyin bir qanchamiz birga o'qimoqchi bo'lib, masjidga kirganimizda tahorat yo'qlar, tahorat olg'ucha nafla o'qisak bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Asr namoziga azan chiqib bo'lgandan keyin asrni o'qishdan burun 4 rakat nafl namoz o'qish ta'kidlanmagan sunnat. Ya'ni mustahab bo'lib, uningdan ko'proq o'qisa mayli. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki 12 rakat sunnatni davomli o'qisa, Alloh uningga jannatda bir uy bino qiladi. Ular peshindan burun 4 rakat, peshindan keyin 2 rakat, shamdan keyin 2 rakat, xuftandan keyin 2 rakat va bamdatdan burun 2 rakatdir. Yana bir rivoyatda xuftandan keyin 2 rakat deganning o'rniga asrdan burun 2 rakat deb kelgan. Buningga asosan asrdan burungi 2 rakat farzning oldida o'qiydigan sunnatlar qatoridan bo'ladi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Asrning farzidan burun 4 rakat namoz o'qigan kishiga Alloh rahmat qilsin. Asrning farzini o'qishdan burun o'qigan namoz sunnat namoz demagan taqdirdami, bu namoz ixtiyoriy nafl doirasiga kiradi-da, yanada hadisga uyg'un keladi. Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam her ikki azan bilan takbir arasida nafl namoz bor, her ikki azan arasida namoz bor deb 3-qatimda xolgan odamga degan. Asrning farzidan burun yana tahiyyatul masjid, qazo namoz va 2 rakat tavob namozi qatorliq namozlarni o'qishga bo'ladi. Faqatla kun sarg'ayib namoz o'qish makruh chog'i kirgan bo'lsa yoki asr vaqti chiqib ketish ehtimoli bo'lsa, farzni o'qiydi. Uquba ibn Amir radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizni kun chiqayotgan vaqtdan, kun nayzi bo'yi o'rligicha, kun tiklangan vaqtdan, kun qayrilgangacha va kun petayotgan vaqtdan, kun o'ltirgangacha bo'lgan orliqdagi bu 3 vaqtda namoz o'qish va janoza namozini tushirishdan to'saydi. Asrni o'qib bo'lgandan keyin nafl o'qish makruh. Abul Aliya rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Mening oldimda rostchilik va diyonatda ishonchli bo'lgan zotlardan bir nechasi, nazarimda ularning eng ishonchli Umardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bamdatdan keyin kun ko'tarilgicha bo'lgan orliqda, asrdan keyin kun patqichi bo'lgan orliqda namoz o'qishdan to'sqanligiga guvohlik bergan. Asrdan keyin nafl o'qish haqida kelgan cheklama asrning azanidan keyin o'qishni emas, asrning farzidan keyin o'qishga qaratilgan. Chunki Sahih Muslim rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Asr namozidan keyin kun patquchilik namoz o'qish yo'q. Bamdod namozidan keyin kun ko'tarilguchilik namoz o'qish yo'q. Imom Ibn Qudama mundaq deydi: Asrdan keyin namoz o'qishdan to'sish farzini ado qilishga chetishlik bo'lib, garchi boshqalar o'qib bo'lgan bo'lsa-mu, farzini tahi o'qimagan kishiga nisbatan nafl o'qish mubah qilingan. Kimki asrni o'qigan bo'lsa, garchi uningdan boshqa bir kim tahi o'qib bo'lmagan bo'lsa-mu, u nafl o'qisa bo'lmaydi. Bu vaqtda asrdan keyin namoz o'qishni cheklaydigan olimlar o'rtasida qarash o'xshashmasligi yo'qdir. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. 2016-yil 1-oyning 5-kuni.